ikkinchi marta уже mana shunaqa yaxshi o'ynab turgan o'yinimizda aynan Trabzonga qarshi ham shunaqa bo'lganda, Beshiktoshga ham birinchi o'yinda oxirgi daqiqalarda o'tkazib yuborgan golimiz sababli yutqazgandik. Endi bilmadim, har safar shunaqa bo'lyapti. Biz o'rganishimiz kerak. Shunaqa o'yinlarda ochko olishni, Yevropa ligasiga chiqishni xohlasak agar. Shuning uchun juda ham hamma xafa, juda alamli. Lekin shunaqa o'yinlar bizni yanada kuchliroq qiladi deb o'ylayman. Endi bu o'yindan oldin ham aytildi, shu 6 ochkolik o'yinligi hamma yomon o'ynamadik deb o'ylayman. Faqat shu vaziyatlar yaratilgan vaziyatlarda gol qila olmadik va oxir daqiqada mana shunaqa alamli gol o'tkazib yuborganimiz. Endi bu kimgadir aniq yon bosadi demagan bo'lardim, faqat hakamlik juda albatta hali bo'sishi kerak. Chunki faqat sportni vaqtlarda bermasligi, balki juda ko'p o'yin to'xtatishi ham juda yomon bu narsalar. O'yinda tempini buzadi va kelgan muxlislarga ham bu narsa yoqmaydi deb o'ylayman. Chunki muxlislar futbol ko'rish uchun kelishadi maydonga, har daqiqa to'xtayversa, o'yin to'xtayversa, bu qiziq bo'lmaydi deb o'ylayman.